Assalomu alaykum azizlar. Xalq tabobati teledasturi yana siz bilan. Bugungi ko'rsatuvimizda ham namanganlik yana bir tabibzoda Yoqubjon Mamajonov haqida so'z yuritamiz. Aslini olganda yurtimizdagi hududlar ichida Namangan viloyati azaldan ko'plab tabiblar va hakimlar bilan mashhur va qadrlidir. Baliqchi tumanida tug'ilib voyaga yetgan Yoqubjon Mamajonovning taqdiri Namangan bilan bog'lanib ketdi. Ota kasbni o'rganishga ishtiyoqi ortgani sari Yoqubjon aka yetuk tabib bo'lib yetishar edi. Bu inson 1997-yili O'zbekiston Xalq tabobati akademiyasi a'zosiga aylanib, shu kunga qadar ushbu sohada samarali faoliyat yuritib kelmoqda. Undan ortiq shogirdlar tayyorladi. Xalqimizni qiynab kelayotgan kasalliklarni oddiy, xalqchil usulda davolab kelmoqda. Xalq tabobati sohasida faoliyat yuritib kelayotgan tabiblar, xususan Yoqubjon aka ham surunkali kasalliklarni, asosan mana shu zamonaviy tibbiyot yo'li bilan davolash qiyin kechayotgan kasalliklarni davolab kelayotganligini guvohi bo'lyapmiz. Masalan, gepatit deysizmi, jigar kasalliklari, buyrak yetishmovchiligi kasalliklari, o't qopi kasalliklari, jarrohlik aralashuv yo'li bilan amalga oshirish mumkin bo'lgan kasalliklarni jarrohlik amaliyotini qo'llamasdan muolaja qilib kelayotganligini guvohi bo'lamiz. Masalan, o't qopidagi toshni, buyrak toshlarini o'sha tabiiy giyohlar bilan parchalab tushirayotganligini guvohi bo'lyapmiz. Bu tabiblar nafaqat o't qopidagi toshni tushirish, balki kasallik qaytalanmasligi uchun ham o'sha giyohlardan foydalanib ma'lum bir natijalarga erishib kelyapti-da. Azaldan xalq tabobatida ko'pgina xastaliklarga davo topib kelingan, tabiiy, shifobaxsh giyohlardan samarali foydalanib, zamonaviy tibbiyot ojiz qolgan hollarda yaxshi yechim topayotgan tabiblar yurtimizda bisyor. Eng asosiysi ular tashxis qo'yishdan avval shifokor ko'rigidan o'tish kerakligini albatta ta'kidlashadi. Maqsad bitta, aholini salomatligini saqlash va kasalliklarni oldini olish. Bugungi kundagi tabiblar nafaqat o'sha bundan 100 yil, 200 oldingi tabiblar, balki 21-asrga mos zamonaviy ilmlar bilan qurollangan tabiblardir. Bugun ko'p uchrayotgan xastaliklardan biri jigar sirrozi. Undan aziyat chekib, oylab to'shakda mixlanib qolganlarni eshitib turamiz. Yoqubjon Mamajonov jigar va buyrak bilan bog'liq muammolarga davo sifatida bir qancha malham, giyohlarni tavsiya qiladi. Ammo bunda ham tabib aytganlariga e'tibor va ixlos bilan amal qilish zarur bo'ladi. Tosh to'planib qolishi mumkin, buyrakda qum to'plashi mumkin, plenefrit deydi, glomerulonefrit kasallik kelib chiqishi mumkin bundan. Kasal bo'lgandan keyin odamni bellari og'riydi, oyoqlar tomir tortishadi, asab, ko'z tumanlashish holatlari bo'ladi. Siydik yaxshi yurmagandan keyin xom semizlik paydo bo'lishi mumkin. Tabobatda ham ancha bunga davolar bor. Tabiiy dorilar. Masalan, Ibn Sino, bobo kalonimiz buymadorron, dasturbosh, bargi zub, bularda arpa badyon, bularni qo'shib turib damlatib ichilganda, haligi buyrakdagi toshlar, qumlar erigan. Endi ularning ham proporsiyalari bor, qanday tayyorlaydi? Ancha 5 xil, 10 xil giyohlar bor buni tayyorlab ichilgan. Shu yerda bizda bor shu narsalar mana. Buyrak kasali deymiz mana. O't tosh deymiz. Masalan, o't payda toshi bor. Buyrakida toshi bor. Va hokazo bularga mumyodan ham foydalanish mumkin. Mumyo ham nihoyatda o'sha toshdan yaxshi eritadi. Aytish kerakki, Yoqubjon tabibdan shifo topganlar uning yoniga qayta shikoyat bilan emas, balki rahmat aytgani kelishadi. Ertamadan kechqurun xabar oladi 8 da, kechqurun o'sha 5:30 har kuni ichyapsizmi, qanchada iching, shunchada. Dorini mana ko'p desam, sal ozroqdan bo'lsa ham iching, sekin effekt beradi dedi. Aytgandek qilib ichdim tabiiy. Avvalambor Xudodan dedi, bu sababchi dedi. Yaxshi o'tsa yaxshi dedi, boshladi iching. Qonimda 8 litr suv bor. Bundan oldin birasi davolandim. Больницаlarda ham yaxshi, bular ham effekt berdi. Yositga ham bordi, effekt berdi. Keyin og'ri akam aytdi, to'xta dedi. Tabib bilan davolayman dedi. Shu Yoqubjon akamni bildi. Yoqubjon akam tuyasi hech bola ichmay turib, mana shularni iching dedi. Mana o'sha nimasi bilan ichyapti. Hozir mana 2 oy bo'ldi. Ancha Allohga shukr, quvvatga to'lib yurib keldim. darmoni jigar deydi mana. Shu bolaga shundan foydalanadi. To'g'rimi? Asosiy shumi? Yo, asosiy bu yerda ko'p dorilar bor mana. Bu mana u dori bor mana. Tabiiy narsalar bular hammasi. Mana shu dorilarni ichgandan keyin bolada ancha yengillik paydo bo'ldi. Betlarda qizillik paydo bo'ldi bu yigitda. Jismoniy mehnat qilmay turasiz ozgina.
Hozir sabr qilamiz. Meni bolalarim seroz bo'lib qoluvdilar. Gepatit C derkan. Bir 10 kun mana shu yotdilar, keyin mana shu yerga ixlos qilib men shu doridan Yoqubjon akadan dori olib ketib, mana shu bergan dorilardan oldim. 2 marta olib ketdim, ancha bo'ldi anaqaga. Hozir juda yaxshi, akani doim bergan dorilar shifo bo'lib, ko'pchilikka xizmat qilishingiz, tenjolari sog' bo'lsin, rahmat. Bundan 2 yil oldin shu oshqozonda yazva, yurak tosh, shundan juda qattiq qiynalardim-da. Toshkentda 2 marta davolandim. O'zimizda 2 marta davolandim. Deyarli nima bo'lmadi-da. Dorilarni berishdi. 1,5 oy, 2 oy ichida davolanib, atkan bilan kunni hammasini qildim. Hammasini ishdan joyga tushdi. Endi xudo xolasa, endi oshqozonda yazvaga yana xudo xolasa necha davom ettirgan keyin. Jigar sirrozi va buyrak xastaliklaridan aziyat chekyapsizmi? Suyak yemirilishi sizni tushkunlikka solib qo'yganmi? Teri, qandli diabet, oshqozon va yurak kasalliklari. Revmatizmni pisand qilmaymiz, revmatizmni deymiz, lekin yuqumli kasallik bu ham. Siydik yaxshi yurmagandan keyin xom semizlik paydo bo'lishi mumkin. Erkaklardagi prostata, prostatit, ayollardagi eroziya, mioma, kista. Ayniqsa mioma kasalliklarida bachadonni olib tashlashga majbur qilinyapti. Barchasini xalq tabobati bilan samarali davolashga nima deysiz? Zamonaviy tibbiyotni inkor etmagan holda Abu Ali ibn Sino ilmi asosida ko'pdan ko'p bemorlarni sog'lom hayotga qaytarayotgan usta tabib Yoqubjon Mamajonov. Rentgen bor, qon analizlari bor. Bularning hammasini maslahatli ish qilsak, birga hamkorlik qilsak yaxshi bo'ladi. Uning tabobat olami markazida xalq tabobatida ishlatiladigan deyarli barcha giyoh, malham va darmon-dorilar mavjud. Qora andiz, suyak yemirilishidan tortib jigar siroz kasallarigacha o'rmon qora deydi. Kalsiyni yaxshi beradi. Rekord qo'ygan dori bu. Tabiiy hamda samarali davo istasangiz, Yoqubjon tabibni quyidagi manzildan topasiz. Namangan shahar Boborahim Mashrab ko'chasi 1A uy. Mo'ljal Chorsuv dahasi, Namangan davlat universiteti ro'parasi. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun telefonlar 93 kodi bilan 945 2065, 97 kodi bilan 254 0603. Xalq tabobati, xalqchil va ishonchli davo. Yoqubjon Mamajonov o'zining tabobat olami markazida huzuriga davo istab kelganlar uchun kerak bo'ladigan barcha turdagi shifobaxsh giyohlar, mumyo, ziravor va turli yog'larni g'amlab qo'ygan. Dastavval yakka holda faoliyat yuritgan tabibga bugun shogirdi Sergey aka va ayoli Barnoxon opa yaqindan ko'maklashadi. Bizni mana tabobat olamimiz markazimizda tabiiy usul bilan davolaydigan tabiiy giyohlardan tayyorlagan inson organizmi immunitetini ko'tarish uchun jigar kasalliklarida odamda holsizlik bo'ladi, charchoq bo'ladi, asabiylashish bo'ladi. O'shanda mana shu giyohlarimiz juda samarali vosita bo'ladi. Mana jigar sirroz kasalliklarida, gepatit C kasalliklarida mana bu darmoni jigar degan narsa bo'ladi. Bu oddiy misol tog' piyozlardan olingan narsa, tabiiy giyoh sirroz kasalliklarida juda yaxshi samara beradi. Mana oddiy misol mana orami jigar deymiz. Bu ham jigar to'qimalarni tiklash uchun juda yaxshi samara beryapti. Mana tabobat olamimizni o'zimizni tabiiy giyohlarimizdan tayyorlangan, mana ham kamqonlikka bo'ladi, jigar to'qimalarini tiklashga juda yaxshi natija beradi. Dializ olgan inson mana shu parashogimizdan iste'mol qilsa, juda yaxshi natija beradi. Bu oddiy misol o'zimizni Royan deydi, Marina Krasina deydi mana. Royan mahsulotlari, zalatitishni deydi. Mana shu narsalar ham buyrak faoliyatlariga, jigar faoliyatlariga juda yaxshi natija beradi. Bular o'sha nafaqat mamlakatimizda o'sadigan mahalliy giyohlardan, balki o'sha xorijda o'sadigan giyohlardan, Ibn Sinoning tib qonunlarida keltirilgan qadimiy retseptlardan, qadimiy o'sha dorinomalardan, usullardan foydalanib xalqimizda salomatligini saqlashda o'zini hissalarini qo'shib kelyapti. Tabobatga asli yoshligidan qiziqqanman. Yoqubjon aka bilan tanishdik. Kitoblarni ham olganman, rosa o'qiganman unda. Giyohlardan o'rganganman. Yoqubjon aka o'qitgan, rosa yordam qilgan. O'zi ham bilim juda ko'p ekan tabobat to'g'risida. Men evlamasam bu kishidan so'rayman, u kishi bu narsa tushunmasa mendan so'raydi. Ozmos mana shunaqa ikkovimizga borib, qisqasi odamlarni yaxshi qilyapmiz. Har xil kasallik keladi. Ular ham kasallik kelganda ham soatiga ham qaramaydi.
yarim kechasida ham kelishi mumkin, ertalabda ham bomdoddan keyin kelishi ham mumkin. Kasal odam vaqt soati bilmaydi-da. Yoqubjon akani ham любой mahalda bezovta qilsa ham yo'q demaydi. Giyohlar ham asfaltda o'smaydi-ku. Yo to'qqa borish kerak, buni terish kerak, yo anadan bilan Toshkentdan ba'zilarda bozorlarda sotadi olib keladi, yo rossiyskiy dori ishlatiladi. Bitta ikkita narsa sotadi-yu, qolgan narsa kerakli, zarur narsa, kuchli narsa yo'q-da aptekalarda. Bor bitta ikkita aptekachilar bunda zakaz qilib olsangiz, ular ham olib kelishi mumkin. Davlat tomonidan kelganda bu shu narsalarni ham, giyohlar ham, u ham yomon bo'lmasdi. Hozir ko'pincha odamlar ham shuncha tabletkani ichaverib, jigaram уже to'lgan, ko'tarmoqda tabletkani, ximikat narsani ko'tarmoqda. Ko'pincha odamlar giyohga ozgina xohlaydi-da, ko'pincha keladi, so'raydi ham. Menga tabletkani aytman, birorta giyohdan bersangiz bilan ichaylik deydi. Kasal davolash uchun 3 ta asosiy narsa kerak. Bu vaqt kerak, sabr kerak, ixlos kerak-da. Qolgan narsa Xudoning qo'lida. Bu yil 72 bahorni qarshi olgan Yoqubjon aka hamon Namanganning tog'li joylariga shifobaxsh giyohlar tergani chiqib turadi. Ularni tabiiy sharoitda topib, o'z davo maskanida saqlaydi. Noyob tabiiy dorivor o'simliklardan biri tog' to'g'risida ozgina tushuncha bermoqchiman. Tog' foydalanish tarkibi shundoq. Buni quritib, salqin yerda, shobada tegadigan joyda yaxshilab quritiladi. Bir osh qoshig'ini 200 gram suvda damlab, dakadan suzib, bir kunda 3 mal 30 gram, 50 gramgacha damlab ichish mumkin. Buni vazifasi inson organizmidagi siydiguli shamollashlari, nafas yo'li shamollashlar, ichak og'riqlari, ichki tish kasallari, juda ham ko'p kasallarga shifo baxshligi bor. Tog'li joyda o'sadigan tabiiy kiygut buni inson organizmida yurak xastalariga, qon bosimlariga, asab xastaliklariga buni damlab ichsa, odam asab tinchlanadi, uyqulari joyiga tushadi. Mana tog' namataga inson organizmida asab kasallarga, yurak kasallarga, qon siydiguli, prostada be shamollashlarga mana shundan damlab ichiladi. Mana 3 oy sentyabr, oktyabr oylarida nihoyatda chiroyli pishadi. Yuqumli kasalliklar patogen mikroorganizmlar, ya'ni bakteriyalar, viruslarning kishi, hayvon va o'simlik organizmiga kirib ko'payib, zararli ta'sir ko'rsatishi natijasida kelib chiqadigan kasalliklardir. Yoqubjon akada esa bu muammoga munosib yechim bor. Sutdan o'tishi mumkin. Ba'zi bir holatlarda hayvonni so'yganimizda go'shtini yaxshi pishirmay yeyishdan yoki hayvonni go'shtini pichoqda qirqamiz. O'sha pichoqni yaxshi yuvmaymiz. Bu ilgari Qashqadaryo, Buxoro, Qozoq respublikalarida ko'p uchragan bu narsa. Masalan, tuyani so'ydi, tuyadan kasallik o'sha yaxshi pishirmadi yo so'yganda odamga o'sha bruselyoz o'tdi. Nihoyatda odamga tez o'tadigan kasallik hisoblanadi. Tabobat yo'li bilan davolashda birinchi yuqumli kasallarni ichaklardan tozalashimiz kerak. Qonni holatini ko'rishimiz kerak va siydik yo'ldan biz analiz olishimiz kerak. O'zimiz tabobat yo'li bo'yicha. Qalampir munchoq mana gvazlika deydi. 10 gram urish kerak bundan. Mana bu darmana. Bundan bitta oladi 50 gram. Mana bundan achishvodan 50 gram oladi. Endi buni tayyorlash uchun 200 gram suvga bir osh qoshiq damlaymiz. 4 martaga yetadi ichgan shu. Borib bir 10 kun, 20 kun, bir oygacha ichish mumkin. Buni vazifasi qon tozalaydi, gija qutdan tushiradi, teri kasallar, psoriaz, oq dog', vitiligo kasallari, shu kasallarga nihoyatda ta'sir yaxshi bo'ladi. Endi tabobatda masalan bola kasal bo'lib qoldi, ichib ketyapti. Uni shovlab ketayotgandan keyin biz qanaqa davolaymiz uni? U dori icha olmaydi. Buni ona sutidan foydalanish kerak. Kerakli o'zimizda tabobat yo'li bilan davolaydigan moddalarimiz bor. Shundan bersa natija yaxshi chiqadi. Revmatizmni pisand qilmaymiz, revmatizmni deymiz, lekin yuqumli kasallik bu ham. Podagriya ham yuqumli. Mana suyak yemirish lekin yuqumli emas. Tizza bo'g'imlarida, quymushlarda gonartroz kasallari, osteoartroz, osteoporoz kasallari ko'payib ketdi. Suyak yemirishiga ham giyohlar bilan davolaysiz? Bor. Suyak yemirishiga ham ko'p dorimiz bor. Suyak singan joylarga o'sha kalsiyni yaxshi beradi. Nihoyatda mumyodan ham yaxshi, rekord qo'ygan dori bu. Ikkinchisi mana mumyo. Tog' azakerid deydi, gorniya balzam deydi rus tilida. Buni ertalab kechqurun moshda, ilvaday, dog' suvda eritib, o'sha har qanday o'sha suyak yemirilgan kasallarga yesa yaxshi bo'ladi, ichsa suvni eritib. Qora andiz, suyak yemirilishdan tortib jigar siroz kasallargacha.
40 yillik tajribaga ega tabib Yoqubjon Mamajonov bu kasbni rahmatli otasidan o'zlashtirgan. Uning aytishicha, uzoq yillar davomida tabiblarga nisbatan taqiq va bosimlar bo'lib kelgan. O'sha vaqtda tabobatga haqiqatda ham tabiblarga o'zini to'sqinlik bo'lib, doktorlar tomonidan davolaninglar, bulardan davolamaylar degan gaplar ko'p bo'lgan. Oddiy mumiyoni ham berishga qo'rqqan odam. Qani ilgarigi vaqtda shunaqa bo'lgandi. Hozir kuchayib ketgan bo'lardi. Biz mana bu Ibn Sinoning kitoblarini mana qaydan oldik? Bu dadamdan qolgan bu kitob. Necha yil bo'ldi mana bunga chiqqaniga. Bularni bekitib yurardi, ko'tarib. Tabibni kasalliklarni davolaydigan yo'li bor. Meditsinani o'zini davolaydigan yo'llari bor. Appendisit bo'lib qolsa, albatta unga xirurgiya kerak. Endi oqarib qolgan bo'lsa, uni xirurgik ishi yo'q uni. Biz tabib davolaydi. Oshqozon og'rib qolsa, tabib davolaydi. Qulog'i eshitmay qolsa ham tabib yaxshi davolashi mumkin. Soch to'kilsa ham. Endi o'zini vazifasi bor tabib qiladigan. Meditsina bilan tabobatni olib borish kerak, bildi. Maslahatli ish olib borish kerak. Doktorlar bilan maslahatlashish kerak, tabib. Men bo'lgan voqea bitta qo'shnimizni kelinini appenditsit bo'lib qolgan. Men endi tushunganim uchun doktorga yozib yuborganman uni. Olib bor. U appenditsit haqiqatda borib operatsiya qildirib keldi. U qo'shni menga rahmat deyish o'rniga sen doktorga jo'nataverding deb menda xafa ham bo'ldi. Demakki o'sha yerda men davolamayman o'sha narsa. Appenditsit. Uni davolash kerak. Tabobat bu meditsinaning opa-dadasi. Endi u opa-dadasi qarib qoldi-da, endi yoshlar meditsina endi baquvvat navqiron bo'ldi. Bizning meditsina kuchli asli. Yaxshi, lekin tabobat ham kuchli. Jigar sirrozi va buyrak xastaliklaridan aziyat chekyapsizmi? Suyak yemirilishi sizni tushkunlikka solib qo'yganmi? Teri, qandli diabet, oshqozon va yurak kasalliklari. Revmatizm pisand qilmaymiz, revmatizmni deymiz, lekin yuqumli kasallik bu ham. Siydik yaxshi yurmagandan keyin xom semizlik paydo bo'lishi mumkin. Erkaklardagi prostata, prostatit, ayollardagi eroziya, mioma, kista. Ayniqsa mioma kasalliklarida bachadonni olib tashlashga majbur qilinyapti. Barchasini xalq tabobati bilan samarali davolashga nima deysiz? Zamonaviy tibbiyotni inkor etmagan holda Abu Ali ibn Sino ilmi asosida ko'pdan ko'p bemorlarni sog'lom hayotga qaytarayotgan usta tabib Yoqubjon Mamajonov. Rengen bor, qon analizlari bor. Bularning hammasini maslahatli ish qilsak, birga hamkorlik qilsak yaxshi bo'ladi. Uning tabobat olami markazida xalq tabobatida ishlatiladigan deyarli barcha giyoh, malham va darmon dorilar mavjud. Qora andiz, suyak yemirilishidan tortib jigar sirroz kasallarigacha o'rmon qora deydi. Kalsiyni yaxshi beradi. Rekord qo'ygan dori bu. Tabiiy hamda samarali davo istasangiz, Yoqubjon tabibni quyidagi manzildan topasiz. Namangan shahar Boborahim Mashrab ko'chasi 1A uy. Mo'ljal Chorsuv dahasi, Namangan davlat universiteti ro'parasi. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun telefonlar 93 kodi bilan 945 2065, 97 kodi bilan 254 0603. Xalq tabobati, xalqchil va ishonchli davo. Shu bilan birga biz hikoya qilib berayotgan tabobat olami markazida yurak, teri, gijja kabi keng tarqalgan kasalliklarga davo topilmoqda. Masalan, ayollarda uchrab turadigan xastaliklarni og'riqlarsiz, choksiz, oson davolash usuli borligi hayron qoldirdi. Qanday qilib deysizmi? Albatta shifobaxsh giyohlar bilan-da. Eroziya, mioma, kista kasalliklarini kelib chiqishlari birinchi o'rinda shamollashni oldini olmaslikdan kelib chiqadi. Bunga bee'tibor bo'lmaslik kerak. Ayniqsa mioma kasalliklarida bu bachadon qismini olib tashlashga majbur qilinyapti. Oddiy misol, mana krasnaya cho'tka bu Rossiyadan keladi. Mana bu baravay matka deydi. O'zimizda tabiiy yo'l bilan tayyorlangan narsa. Keyin bu yerda tampon qiladigan narsamiz bor. Mana shu 3 ta narsa har qanday eroziya, mioma, kista kasalliklarini taktikidan nima qiladi. Faqat bunga bee'tibor bo'lmasligimiz kerak. Eroziya, mioma, kista kasalliklarda keserva qilinyapti, kuydirilyapti. Agar bu metastaz berib yuborsa, onkologik kasalliklar kelib chiqyapti. Insonning doimo sog'lom bo'lib yurishida eng asosiy omillar to'g'ri ovqatlanish, muntazam jismoniy harakatlar va ozodalik. Aynan gigiyena qoidalariga amal qilmaslik ortidan gijja kasalligi bilan to'qnash kelish hech gap emas. Har bitta ota-ona bunga juda qattiq e'tibor berish kerak gijja qutga. Agar biz qutni oldini olsak, bola sog'lom katta bo'ladi. Baquvvat bo'ladi. Solityor degan qutlar bor, uzunligi 30 metrgacha ham boradi. Bu solityorlarni. Buni tushirish uchun ancha mehnat qilish kerak, ancha o'rganish kerak buni. Biz o'rganganmiz bu narsani, tushirdik ham. Oddiy misol, mana bitta magazindan pechenye olamizda, u pechenye qut bosib qolgan. U magazin sotaveradi, unga farqi yo'q.
eskib qolgan, o'shaning ichida bor o'sha narsa. Yoqubjon aka bizga bisotida mavjud giyohlar haqida gapirar ekan, ularning teri kasalliklari bilan samarali kurashishda juda ham qo'l kelayotganini yashirmadi. Hozirgi kunda mana teri kasallari ham ko'p. Shular qatorida psoriaz kasallari, teriga tushgan oq dog'lar, teri psoriaz kasallarining etologiya kasallari, buzilishi terini, shulardan kelib chiqqan holatda ko'p mana biz izlanib Ibn Sino metodi bo'yicha men mana shunaqa dori ba'zidan tayyorladim. Kitobdan topdim shuni men. Ar-Roziyning kitobida shu juda yaxshi berilgan ekan. Foydasi ko'p. Buni bir kunda 2 mahal surkasa, teri o'sha psoriaz kasallarini to'kaveradi. Gen holatda o'tadiganlari ham bor. Lekin hozir ko'proq mana gija qutiga bog'ligan bo'lib qolyapti ba'zi paytda. Shu mazdan foydalansa natija yaxshi chiqyapti. Biz buni juda ko'p Rossiyagacha ham olib ketyapti bolalar buni. Men o'zim mana 2-3 ta bolalarda shu prova qildik. Juda natija yaxshi chiqdi. Arzimagan mana shu ko'zga ko'rinmagan dori, lekin ta'siri yaxshi. Bir kunda 2 mahal o'sha teri parajina bo'lgan joylarga surkab, chiqab qo'yadi bo'ldi. Ta'sirini tezda bildiradi. So'gal kasallarda ham nihoyatda yaxshi natija chiqadigan dorimiz bor. Buni ishlatganlar juda ko'p odamlar kelyapti mana, oddiy. Mana shu so'gal dorimiz. Har qanaqa so'gallar to'kadi mana. Oson, buni tayyorlash qiyin emas. Tabiiy bo'lgandan keyin nojo'ya ta'sir kam bo'ladi. Hayotini tabiblikka baxshida qilgan kishiga umr yo'ldoshlik qilish kim uchundir zavqli, kim uchundir qiyin bo'lishi mumkin. Barnoxon opa esa turmush o'rtog'ining shu yoshda ham tinimsiz ilmiy kitoblarni mutolaa qilishi, kecha-yu kunduz bemorlar bilan andarmon bo'lishini faxr bilan tilga oladi. Kamtar insonlar. Ko'ngillarida kirlari yo'q, insonlarning manfaatini ko'zlab hayot kechiradigan insonlar. Qo'llaridan kelgancha insonlarga yaxshilik qilishni xohlaydi. O'zlaridan yaxshi nom qoldirishni xohlaydigan insonlar. O'g'lim Jamoliddin shu dedalariga o'xshab, keng tushunchalik, shularni izidan ketishini ham xohlayman. Hozir mana meditsina fakultetini birinchi bosqich talabasi, Xudo xolisa Alloh nasib qilsa, shu dedasini yo'nalishini olib borish tilakdoshiman. Ilm olishga juda chanqoqlar. Kechasi-yu kunduzi mana shu tabobat yo'nalishida bir yangilik yaratay, bir insonlarga manfaati tegadigan dorilarni o'ylab chiqay deb tabobatni biznesga aylantirib o'rmaganlar shu xususiyatlarni juda yaxshi ko'raman. Boylikka, pulga ro'jo qo'ygan inson emas, shu taraflarni juda yaxshi ko'raman. Jigar sirrozi va buyrak xastaliklaridan aziyat chekyapsizmi? Suyak yemirilishi sizni tushkunlikka solib qo'yganmi? Teri, qandli diabet, oshqozon va yurak kasalliklari. Revmatizmni pisand qilmaymiz, revmatizmni deymiz, lekin yuqumli kasallik bu ham. Siydik yaxshi yurmagandan keyin xom semizlik paydo bo'lishi mumkin. Erkaklardagi prostata, prostatit, ayollardagi eroziya, mioma, kista. Ayniqsa mioma kasalliklarida bachadonni olib tashlashga majbur qilinyapti. Barchasini xalq tabobati bilan samarali davolashga nima deysiz? Zamonaviy tibbiyotni inkor etmagan holda Abu Ali ibn Sino ilmi asosida ko'pdan ko'p bemorlarni sog'lom hayotga qaytarayotgan usta tabib Yoqubjon Mamajonov. Rentgen bor, qon analizlari bor. Bularni hammasini maslahatli ish qilsak, birga hamkorlik qilsak yaxshi bo'ladi. Uning tabobat olami markazida xalq tabobatida ishlatiladigan deyarli barcha giyoh, malham va darmon dorilar mavjud. Qora andiz, suyak yemirilishidan tortib jigar sirroz kasallarigacha o'rmon qora deydi. Kalsiyni yaxshi beradi. Rekord qo'ygan dori bu. Tabiiy hamda samarali davo istasangiz, Yoqubjon tabibni quyidagi manzildan topasiz. Namangan shahar Boborahim Mashrab ko'chasi 1A uy. Mo'ljal Chorsuv dahasi, Namangan davlat universiteti ro'parasi. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun telefonlar 93 kodi bilan 945 2065, 97 kodi bilan 254 0603. Xalq tabobati, xalqchil va ishonchli davo. Tabiblarni yutug'i nimada? To'liq tabiiy mahsulotlar bilan ishlaydi va shular orqali insonlarni davolaydi. Ana shu tabiiyligi, arzonligi va ular ishlatayotgan mahsulotlarning bezararligi, ya'ni nojo'ya ta'sirga ega emasligi buni afzalligidan dalolat beradi. Nafaqat O'zbekiston fuqarolari, balkim xorijdan keladigan o'sha mehmonlar ham bu tabobatni jozibaligi, ya'ni xususan o'sha uni tabiiyligi, tabiiy giyohlari va o'sha hayvon mahsulotlari, ma'danlardan foydalanib muolaja qilayotganligiga ko'proq urg'u berib,
shu tabiblarga muolaja qilishni, ya'ni o'zini kasalliklarini davolashni xohlab kelyapti-da. Yoqubjon aka ham o'sha otalaridan o'rgangan kasalliklarga tashxis qo'yish, davolash va profilaktika ishlarini amalga oshirib kelyapti. Ular ham to'liq o'sha tabiiy mahsulotlardan, ya'ni hayvon mahsulotlari, giyohlar, madanlardan foydalanib aholini salomatligini saqlashda o'z hissalarini qo'shib kelyapti. Ular o'sha yo'qolib ketayotgan, unutilib ketgan bir vaqtlar o'sha xalq tabobatini avloddan avlodga o'tkazib kelayotgan tabiblardir. Inson umrini unga muhtoj kishilarga baxshida qilsa, bu yo'lda yomon kunlarni ham, yaxshi kunlarni ham birdek sabr va shukr bilan qarshi olsa, demakki besamar yashamayapti. Yoqubjon Mamajonov ham hayotning har bir lahzasini g'animat bilib, xasta kishilarning dardiga malham bo'lishni o'zining eng oliy maqsadi deb biladi. Biz esa tabibning faoliyatiga rivoj, oilaviy hayotiga baxt va totuvlik tilab qolamiz. Xalq tabobati dasturida yana ko'rishguncha.